Termiz tarixida Hakimiyya, Xorazm tarixida Kubraviyya, Buxoro va Samarqand tarixida Naqshbandiyya tariqatlari qanchalik ahamiyatli bo'lsa, Toshkent tarixida ham Yassaviyya tariqati shu qadar ahamiyatlidir. Tariqat asoschisi Hoji Ahmad Yassaviy Toshkentdan 144 kilometr uzoqlikda joylashgan Sayram shahrida dunyoga kelgan. Toshkent va Sayram bir geografik hududda joylashgani uchun Hoji Ahmad Yassaviy va u zotning otalari, nabiralari va ashablari ham tez-tez Toshkentga kelib-ketib turishgan. Hatto ba'zi manbalarda kelishicha, Hoji Ahmad Yassaviy Toshkentga kelib, bir kechada barcha azizlarning qabrini ziyorat qilib chiqar ekan. Hoji Ahmad Yassaviyning hikmatlarining sharq va g'arbga keng yoyilishida ham qadimiy karvon yo'llari chorrahasida joylashgan Toshkent muhim rol o'ynagan. Yassaviyya tariqati oltin silsilasining bir qancha pir murshidlari Toshkent va unga yondosh hududlarda yashab ijod qilishgan. Yassaviy tariqatidagi shayxlarning nomiga ota nisbatini qo'shilishi urfda bo'lgan. Toshkent va unga yondosh hududlarda ota nomi bilan mashhur bo'lgan ko'plab ziyoratgohlar va qadamjolar mavjud. Misol uchun Zangi ota, Suzuk ota, Qo'yliq ota va boshqalar. Demak, qadrli obunachilar, Toshkent va Yassaviy tariqati turkumidagi postlarimizni kuzatib boring.